bo'lgan gitralari. Jud har o'yin oldi gitralarini qaychi yordamida kesib oladi. Bu unga o'yin davomida o'zini komfort his qilishi uchun yordam beradi. Lekin La Liga qoidalariga ko'ra bu taqiqlangan. Futbolchilar yirtilgan jihozlar bilan o'ynashi mumkin emas. Shu sababli Jud har o'yindan so'ng $225 miqdorida jarimaga tortiladi. Bellinghamning $1000 telefonimda hozir yong'oq chaqamiz. Mana. Ishlayapti. Assalomu alaykum, bratim. $1000 telefonimda. Polis bilan teginmay, hozir avtobusni qo'yganman o'zi. Olasizmi o'zi? Qancha ekan? $750. O'rab bering. Hoppalatda. To'xta. Qo'ling tegdi, kir bo'ldi, olmayman. iPhone. Polis bilan teginmay, hozir avtobusni qo'yganman o'zi. Olasizmi o'zi? Qancha ekan? $750. O'rab bering. Hoppalatda. To'xta. Qo'ling tegdi, kir bo'ldi, olmayman. Мотоциклист ехал с огромной скоростью, пытаясь обогнать грузовик, он буквально замедлил время. Это картинка? Нет, он оборачивается по сторонам. Все как бы живое. А на мотоцикле тогда кто? Сейчас ты поймешь. Стал призраком! О, ему хана. Мотоцикл... Chaqirsam eshik yopib, ko'rmasga olibsan do'st. 1-2 so'm pul topib, o'zgarib qolibsan do'st. Avvallari so'ridan joy berarding to'rdan, bugun pulni zo'ridan o'zgarib qolibsan do'st. Avvallari so'ridan joy berarding to'rdan, bugun pulni zo'ridan o'zgarib qolibsan do'st. Oqibat qoldi tilda, mehring so'ndimi dilda, nahot 1-2 yilda o'zgarib qolibsan do'st. Do'stni yo'qlab turgani, kelmaysan hol so'rgani, ko'rmaganni ko'rgani, o'zgarib qolibsan do'st. Do'stni yo'qlab turgani, kelmaysan hol so'rgani, ko'rmaganni ko'rgani, o'zgarib qolibsan do'st. Ey do'st, mol dunyo o'tar ketar bil do'st. Ey do'st,
qimmat ulug' bizdan ham qimmatliroq bo'lib begona birov o'zgarib qolibsan do'st umidim buzyapsanmi do'stlikni buzyapsanmi o'zing ham sezyapsanmi o'zgarib qolibsan do'st ey do'st mol dunyo o'tar ketar bil do'st ey do'st o'zligingni unutmagin ey do'st ey do'st besh kunlik dunyo bu ey do'st. How long does it take to share in every Qo'limdagi seyfsizniki bo'lishi mumkin. Rostdan. Faqat qarshingizdagi 4 ta qutidan bittasini tanlab ichidagi telefonni oling. Bu aniq telefonu. Endi siz bir daqiqa vaqt ichida qo'lingizdagi telefon haqida menga 4 ta ma'lumot olib kelib bera oladigan bo'lsangiz, seyfdagi sovg'a sizniki. Telefon bilanmi? Vaqt ketdi. Voy. Asan endi kompyuter telefon haqida ma'lumot bilasizmi? Endi 7-sekund vaqt oling. Telefon haqida ma'lumot bilmaysizmi? Yo'q. Ishlab qiladilarmi yoki yo'qmi? Bu yengizgi model bo'lsa kerak. Ha, yangi model bo'lganligi uchun odamlar modelni topishga qiynalishdi, lekin ortga qaytishi yo'q. Odam qani? Aytgancha, agar bu video 50 mingta layk yig'sa, keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq layk bosib qo'ying. Metrodan chiqadigan ma'lumot bilmaysizmi? Juda ham charchadim. To'g'ri, bu mavzu o'g'il bolalar uchun g'alati bo'lishi mumkin, ammo qizlarga esa yoqib tushishi aniq. Sizlar bilan top 5 futbol olamidagi eng kelishgan futbolchilar haqida gaplashamiz. Siz sahifamga obuna bo'lib qo'ying, sababi 20 mingta bo'lishimizga juda ham ozgina qoldi. Demak, mavzuga qaytsak, ro'yxatimizning 5-o'rinda kelishgan ko'k ko'zli yigit fransiyalik Antoine Griezmann, 4-o'rinda yaqindagina qizlarning qalbini parchalagan angliyalik Real Madrid futbolchisi Jude Bellingham. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, unda insonlarni o'ziga jalb eta oluvchi xarizmatik ko'rinish bor. 3-o'rinda portugaliyalik hozirgi kunda Milan safida o'ynovchi, sevgidan kuygan Joao Felix. Felix dunyodagi ko'plab qizlarni o'ziga kompot qilishga ulgurgan. 2-o'rinda qizlarning ko'ziga krasavchik ko'rinadigan, ammo yigitlar ko'zida bo'mishdek ko'rinadigan angliyalik Manchester City hujumchisi Jack Grealish. U nafaqat futbolda, balki ingliz moda olamida ham anchagina mashhur hisoblanadi. 1-o'rinda yaqinda 40 ga kirsa ham formasini yo'qotmagan, sinmas sindirolmas Cristiano Ronaldo. U bir necha bor dunyoning eng kelishgan nafaqat futbolchilari, balki erkaklari safiga ham kiritilgan. Forbes jurnali reytingida ham Ronaldo bu borada 1-o'rinni hech kimga bermay kelmoqda. Siz bu reyting haqida fikrlaringiz qanday? Izohlarda javoblaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Are you ready? Okay. So'g'da balo bormi ko'chada? Qisib uyda o'tir, tushundingmi? Ko'rmadik o'ynamni ranjitdingiz. Endi siz ishingiz orqaga ketadi, ana eshiting. Erkak kishi xotinini xafa qildimi? Ishlari orqaga. Ey, yig'ishtara bunaqa ertagingni mashqqa ketdi. Ana endi ishingizni chappa ketishini tomosha qiling. Shu zo'qqa ketadi. Erkak kishi xotinini xafa qildimi? Ishlari orqaga ketadi. Bo'lmagan gap. Katta ko'chani yopib qo'yibdi-da. Ko'rmisan, ko'ziga qarab yur. Erkak kishi xotinini xafa qildimi? Ishlari orqaga ketadi. Xotinni bekor xafa qilding-da. Opim bu chetdan 1 litr yog' uchun emas, qishlog'im uchun ovoz bersam bo'lar ekan. Bunisi qanaqa algoritm? Rosa ishlari orqaga ketyapti-ku. Onash, boshqa kiyimlarini ber. Ha, chumoyis chiqib ketdi. Xotinni xafa qilish ana shunaqa bo'ladi. Kiyimingizni yeching. Bu yag'ir kiyimlaringizni arinivgellar toza qilmasa, boshqasi toza qila olmaydi. Ko'p gapirmasdan kiyimlarim olib 5-6 so'l o'raman o'zi. Onajon. Yana menga baqirib ko'nglim Ramazon oyida 1 soatda necha pul topsa bo'ladi? Buni bilish uchun ko'chada 1 soatda Ramazon aytib ko'ramiz. Assalomu alaykum, biz keldik. Ramazon yo'lini boshida ko'pchilikni pul bergisi kelmadi. Keyin bo'lsa Ramazon yo'lini eslab keldik. O'choqda pul, karvonda pul, razoqoling. Hech pul bir. Mayda puldan 5 ming so'm bor ekan. Rahmat, 5 ming ishladi, endi 10 ming deyman. Razoqoling, 10 ming pul, 10 ming pulni bog'i bor. Rahmat, 10 ming berishdi. Endi 20 ming deyman. Shunaqa qilib ketma-ket pul ishlashni boshladim. Shaqir pul.
Oxirash yetib qo'ying. Olib chiqing, tog'adagi olib chiqing, tog'adagi sig'masa. Xullas bir soat Ramazon etib 76 ming so'm ishladim. Shuncha harakatimiz uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Ramazon oyida Kuchu bilan mushularni ovqati qolmabdi. O'zimiz oladigan do'kondan zapasi bilan